أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض Endi hez ko'rdigan, hez ko'maydigan deb ayirib, hez ko'rdiganlarning iddetini 3 tohr yoki 3 hez deb belgiladi. Shunami? Endi bu masala hez ko'maydigan ayol taloq qilinib qolsa, buning hukmi bo'ldi. Bu odatda hez ko'rdigan yoshdagi, hez ko'rayotgan bir ayol ekan. Bu taloq qilinib qolsa, buning hukmi nima deydi? Masalan, 25 yosh, 30 yosh, 35 yosh buni normal, sağlam holatdagi bir ayol ekan. Yani hez to'xtab ketgan, yoshga berib qolmagan bunda bir ayol ekan. Taloq qilinib qolsa, qanday bo'ladi? Va hiya fi sinil hayd, yani hez ko'rdigan yoshda. Va laysa hunaka raybatu hamlin va la sababun min rida'in va la maradin. Yani normal ahvol ekan. Bu yerda bir kasallik yo'q ekan. Yoki bola emitayotganlik uchun hez to'xtab ketgan bo'lishi mumkin deydigan bir ahvolmi yo'q, ha? Yani boshqa hech qanday sabab yo'q demakchi. Yoki qo'sqida bog'lab qo'yish gumonimi yo'q ekan. Bunda bir ahvolda hez ko'mabdi bo'yadi. Sababini qilmabdi, hez kelmabdi. Qanday iddat tutadi desa, fa innaha tantaziru 'inda Malikin 9 ashhuran. Imom Malikning nazarida bu ayol 9 oy kutib turdi dedi. 9 oy ko'l xotirjam bo'lish uchun kutib turdi. Chunki 9 oy odatda qo'saq ko'tarib tug'ilgan homildorlik muddati o'g'ashgan mushini belgilab tutdi. Imom Malik. فإن لم تحد فيهن اعتدت ب3 أشهر. Eğer 9 ay içinde hez kömse, ondan o ya isat hükmü dolar, hez kömedi ayaldık bular, ondan 3 ay iddet tutuyor ekan. Lekin 9 ay iddet emas. 9 ay bu bir xil xotirjam bo'lish yoki istibra deyli, unda bir muhlat ekan. Shuni bir yil o'tganda mana shu. Shuni bilan bir yil bo'ldi. فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره. Hamda 3 ay iddet ko'rayotgan chaqda hez ko'ribdi. 9 oyda ko'rmaydi. 3 ay iddet tutayotgan chaqda hez ko'rmaydigan ayolning iddatini tutayotgan chaqda hez kelib qopdi. Qabla an tastakmila 3 al-ashhur. 3 ay to'shab qo'yuvchi 3 ay ichida hez ko'ribdi. Qanday qilgan? I'tabaratul hayd. Endi hezdanning hukmi hisobida bo'lib, bu hezni hisob qilib turib, hez ko'rdigan kimman deb hez bo'yicha iddat ko'rishga boshlaydi debdi. Vastaqbalat intizarahu. Ondan bir hez ko'rdimi? Ondan yana arliqda bir saqib, yana bir hez ko'rib, yana bir saqib, yana bir hez ko'rish degandek 3 hezni kutib turdi dedi. Yani normal odat kerak, endi 3 hez nima qildi demoqchi. فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 الأشهر اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره. فإن مر بها 9 أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت 3 أشهر. Endi bir hez ko'rib bo'ldi. Ko'rib bo'lgandan keyin ikkinchi hezni ko'rish oraliqida 9 oy o'tib ketdi. Endi hezga bundan esa ba'zida shunda kechib ketgan, ba'zi kildigan, shunda. Bu navoda endi bo'lsa demakchi-da. 9 oy kechib ketgan bo'lsa, shulardan yo'q bu hez yana izbazildi endi. Yana yaisatning mudda 3 oy yengilashlardan iddat tutadi ekan. فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر من العام الثاني. Demek müşahede 2 yıl ötep ketgendek buldu mu? Demek bu 2. yılı başlanganken 3 ay iddet tutudu desen 3 ay içinde 3 ayın toluqlap boğuça hez kep qalsa, şolan bu xuddi 2. hezni ko'rgandek hisoblab, burunqi 9 aydan keyin 3 ay ichida birini ko'rgan, endi 2. 9 aydan keyin 3 ayda birini ko'rdi, 2 hez ko'rdi. Endi bu da bir hez ko'rvatsa 3. hezni kutib tur ekan. Bunda jilishga ekan. Fa in marra biha 9 ashhurun qabla an tahida i'tadda 3 ashhur. Endi 3. hezni ko'rgicha 9 oy o'tib ketib qolsa, 9 oygacha ko'rmadi. 9 oygacha ko'rsa bo'ldi, 3. hezni ko'rdi, 3. hezni pay bo'lgandan keyin tamam. Lekin 9 oygacha ko'rmabdi. Ko'rmagandan keyin qanday qildi bo'lsa, 9 oyni ish ko'rib, ondan 3 oy iddat tutishga boshlaydi. Fa in hadata thalitha fi 3 ashhur. An mush 3 oy oxirgi 3. qatimliq 3 oyda 3. hezni ko'rsa, kanat qad istakmalat iddatul hayd va tammat iddatuha. Her bir yılda birden hez ko'rib, 3 yılda 3 hezni tamamlagan bo'ldi. Şundan 3 hez bilan
bunun iddet tügen boldu depdi. Ve li zawjiha alayha ar-raj'a ma lam tahil. Muş şeyini körep iddettin çıkıp boğucu arlıkta 3 yıl olsun o. 3 yıl bolsunmu eri bunu emirge qaytırıp alalar. Albatta raja talaq bolgan bolsa, ha, birinci eşkin talaq bolgan bolsa da. Endi cemiyetde erdin mal ündiriliş üçün, nefqa ündiriliş üçün ayollar yalgan sözüge işle alıp ketken. Mesela birisi talaq qilgan bolsa, bu ayol yo'q menga hech kimda u bu deb 3 yil olamdi, 4 yil olamdi, nafqali vergan ahvol bo'ldi. Bo'lgan ekan, Misrninki 28-yil, mesela 40-yildagi qonunda ahvoli shaxsiy. Nikah talaq qonunda, yani islom fiqidan olgan qonun. Shuningdan andin hamma ahvolni ko'zda tutib turib 1 yil deb bekitib qo'ygan. Yani 1 yilgacha nafqa berishga mulzam. Uningda yashib 2 yil, 3 yil yo'q hechkim deb nafqa bergan bo'lsa, yaxshi yolg'onchi ekansiz, nafqa bermaydi deb buni kechirgan. وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ مَتَى تَعْتَدُّ بِالتَّسْعَةِ أَشْهُرٍ. Endi 9 oy bilan hisoblash bo'ldi dedi shunama. Bu iddat emas aslida. Bu istibra. Yani 9 oyni qachondan tortib boshlaysa degan masala so'ralibdi Imom Malik. Yoki Imom Malikning kelgan rivoyat har xil ekan. Mesela yuqorida 9 oy bir nazorat qilib turdi dedi-ku. Shu 9 oyni qaysi soatdan tortib boshlaymiz deganda qarash nashqil ekan. Faqila min yawmi tulliqat. Birinchi qarashda talaq qilgan kundan tortib 9 oyni sanag'il turmaymiz debdi. Va huwa qawluhu fil Muwatta. Bu Muwatta'da kelgan qarash shu ekan. Muwatta degan hadis kitobiga. Va Rawi ibn al-Qasim anhu Ibn Qasimda İmam Malik'in şagirdlerinden birisi dedi. Bu Qas kitabıda rivayet qilgan İbn Qasim İmam Malik'ten mush qarashni Qas kitabida rivayet qilgan bo'ladi odatda. Javob Ibn Qasim degan ekan. Ayma ikkinchi qarash Muwatta'lik emasmi? Bu al-Mudawwanada. Chunki İmam Malik'ten İmam Ibn Qasim rivayet qilgan qarashni Sahnun Mudawwana degan kitobda to'pladi deb burunqi darsda o'tgan. Nima? Turib darsdan nashqallar. Unutib ketdinglar. Muzokara qilmoqni ekan. 20 qatim takrorlandik bo'lsa. Al-Mudawwana kagina min yawmi raf'iha haydatiha. Ash hayzi shundan to'xtab ketgan kundan tortib dedi. Burunqi hayz qachon to'xtab ketgan? Qachon bo'lsa, masalan talaq qilishdan burun 10 kun burun to'xtab ketgan bo'lsin. Yoki undan keyin unda to'xtab ketgan bo'lsin. Hayz to'xtagan kundan tortib Paklik başlangan günden tartib hesaplaydı ekanmiz. 9 oy o'tsa, bu qo'saqtim yo'qken, qo'saqti yo'qken, deb xotirjam bo'lib, ondan ya Isa'ning iddati boshlandi demoqchi ekan. Endi vaqala Abu Hanifata va Shafi'i val jumhur fillati tartafi haydatuha va hiya la ta'asu minha fil musta'naf. Musta'naf degan bundan keyin yana kildigan hayzlardan ümidik üzülmagan, yani adat normal Ezkiratib degan eza shunda to'xtab ketgan. Ya'ni bayatinqi ayol shu. Demak, shu masalada ma jumhurning qarashi nima desa, innaha tabqa abadan tantaziru hatta tadkhula fi as-sin alladhi tayasu fihi min al-mahayid. Masalan, 20 yoshda, 25 yoshda eza to'xtab ketib talaq qilgan bo'lsa, 50 yosh, 45 yosh yo 60 yosh qadar saqlab o'tiradi. Qachon hech kim şey iddet kirab nuqlaydi. Kimsa anda yaşqa, ez to'xtaydigan yoshga borgandan keyin, masalan, ez to'xtaydigan yoshni necha yoshda jamiyatning, muhitning, tinning sog'lomligi, oziqlanish har turli nimalarga asosan o'xshash olmaydi ayolning o'zi. Odatda 55 yoshda bag'dorlik, 2 yoshda 60 yoshda 62 deydi, yoki ba'zilar 45 yoshdan tortib to'xtab ketishi mumkin. Shu yosh qadar o'ttirdi ekan bu. Nafqa deydi ekan. Shu yosh qadar o'tsa 10 yil o'tsimi, ya'ni erg'achida talaq raji bo'lgan bo'lsa qaytarib oladi. Bu nihoyat bir qiyin ahvol ekan. Shuni qilsa masalan, endi 30 yoshda 30 yoshda endi to'xtab ketganda, lekin uni yaxshimiz. 2 yil o'tsa bu aslında kıyasla şu an 3 kişinin keyin mesela. Bo'lmaydi ekan. Chunki bu yosh emas bu. Yosh bo'lishga qilib demoqchi ekan. Balki unda 2 yildan keyin shunda ish tugadi deb ajrashib bo'lgandan keyin ayz qilishga boshlashi mumkin. O chog'da bu ayz qildi ayolga ayz kelmaydigan ayolning iddatini
bekitib ko'ribsizlar bunday tutar yoki 3 hayz demdo Qur'on-i Karim ol mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dedi. Bu mutallaqat shu hozir bizda aytgan deyil ko'rgan mutallaqat lekin hayz kelmay qoldi. Undan keyin bu ya isal shiramdo yoki mutallaqat shiramdo. Mavla shu hayz ko'rgan mutallaqat shirdo. Tak ashiya esa teshig bag'cha saqlaymiz. Buni o'xshash masalalar jeqindi. Hatta hozirgi o'zimizda ayollar huquqi, inson huquqini deydigan har qanday qonunda har xil gaplar bor. Hüküm kesi 300 yıllık kesildiği aşı var mesela Amerika'da. Bir adam 300 yıl yaşamda. Ya yaşında bazı bir neslin közü tutulur bunlar. Kanun şunaslar. İnneha tabqa abadan tantadir hatta tadkhula fi sin'illezi tay'asu fihi min al-mahid. Ve hinaydin ta'taddu bil ashhur. Aşu sinnil iyas yani sinnil ya'si bağlanın ki 50 yaş olamdı, 60 yaş olamdı. Neçe yaş olsa şu yaş bağlanın ki andına ya ise bular 3 ay iddet tutudu. 3 ay ötkendan keyin andın u erdim bütün ajran bular iddet to'shab boshqa ayga tegarlaydi. Er bilan birga yashaydigan vaqtini o'tirib o'tkazib qirg'andan ayga tegdi demak. Yash barini o'tkazib lekin men mazhabni shundan deb qo'ydi. İmam Şafii'ninki jadid qarashida jumhur bilan billah. Lekin Şafii'ning qadim qarashicha İmam Malik bilan billah. Yani İmam Şafii'nin 3. bir sözü var. Yani Şafii mezhepte kadim el-cedid var bu. İnek. Bazıdan bir kısmı bir narsa yani bir kısmı da şu meselenin bahsedilen bir narsa diyen olsa ayında sözler neşkil olup gidiyor. İmam Şafii'nin şu mesele 3 xil qawl rivayet qilingan. Birinci qawlda jumhur bilan billah aşında yaş bağlan kadar saqlab kutib turdi. Undan keyin 3 ay iddet tutuldi. Yani bir qarashda İmam Malik bilan billah 9 ay bir nazorat ostida tutib, undan keyin 3 ay tutuldi da. Yani 3-chi bir qarashda buningki aqsa muddatul haml masalasi 4 yil 5 yil degan qarashlar bor. Ondan keyin 9 ay degan gapni aqsa muddatul haml 4 yil deyman deb qaragan bo'lsa İmam Şafii bu 4 yil kutib turdi debdi. 9 ayning o'rnida 4 yilni desatgan gap. Çünkü 4 yil pusaq ko'tarish bor deb qaraydi. Lekin o 4 yil hamma vaqtda asli faqat Malikning ko'z boshida muddatli hamliki aqsa 4 yil bo'ldi. Yo'q, İmam Şafii'dan bor, İmam Ahmaddan bor, 6 yil degan gaplar bor. Ondan 4 yil muddat o'tkazayotgandan keyin ondan 3 ay ya isatning iddatini tutdi debdi. Demak bu İmam Şafii'ning 3 xil qarash. Va tahidu qabla dalik أو تحيد قبل ذلك ياكي أشو سن اللي أسي برشتن برون هيز كرب قاسا ميلا هيز sanayımız şey köylenikin işte tamam. Eğer köymese sinirli kadar bardo sinirli sidinkin 3 ay ya esatının iddetini tutudu demek ki. Ve kavlu Malik'in merviyun an Ömer ibn al-Hattab ve ibn Abbas radıyallahu anhum bu asıl bir yıl iddet tutudu deyince baslamalı. Ay İmam Malik'in alak tefsilatı ağa bir yıl yanandım yanı 9 ay 3 ay 9 ay 3 ay deyince bu yüzden da yanı tekrarlayıp degan gibi. Lekin normalda bir yıl degene 9 ay birden kıldı andın 3 ay ötkilimiz degene Ömer radıyallahu olan İbn Abbas rivayet kılıngan. Ve kavlul cumhur kavl İbn Mes'ud ve Zeyd radıyallahu anhuma cumhurun qarışı İbn Mes'ud'dan Zeyd'in kepçi. Demek yani sahabeler ihtilaflaşkan mesele. Adette Kur'an hadisini tutmamız deyimiz o. Kur'an hadisini tutmuş sahabeler. Bir de qarşı çıktı mı? Yok. Ha çıkmadı. Demek Kur'an hadisinde aynen müşna meselini dep koydum da koymadım. Ma bir mesele. Şu an Kur'an hadisini tutunuz diyen gap mı ameliyatta ma'lum bir daireye iniq mesele. Sabit olan hadisler Kur'an-ı Kerim ve dalalatı başında keskin sarih bolsa bu çağda onu şu. Endi bularning delilleri. İmam Malik şu qarşıdan ümitayandı. Elbette de Hazreti Ömer İbn Abbas'ın kelgan şu rivayet tayindi. Hazreti Ömer xalifa bo'lgan ekan shu so'rinda endi bir masala kelsa shunda deb hukm qildi. Sahobalar hammasi bor, unga e'tiroz bildirmadi. Takana ijma'an deb tushdi. İmam Şafii shunday ko'rsatgan bir qadim rivoyatda. İmam Malik'in balki shuni asos qilish mumkin. Qo'shimcha dalili min tariqil ma'na ma'qul dalili وأن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا. عدة المقصد بل با يقصون بالاشتراك.
Yani 80%, 90% da konumuzda ayağım boğdak bilsek kifayetti deydim. Bideliyle ennehu kad tahidul hamil. Aytan 10% bir ihtimalnamda hamilemi heyiz kürep kaldığan bir ahval koyup koyumuz. 90% bizade balıba yokluğunu bilişli maksat demekçi. Emniyette bu iddetin maksadını bizden de baraat-ı rahman balıba yokluğunu biliş emes dedik. Bunun tövbe şıkıl közlengen nasi var dedik. En ahırda çıkıp ekelsek bu ibadet dairesi kirdi. Yani bu taabbud. Yani bu mesela tuğmas ayallar tuğmaydıgan yaşlı berip kağı ayallar değil. 70 yaşlı berip kağı talak kılınıptı. Bu tuğman iken iddetisi baraat-ı rahim keşfesi olman iken bir aylam iddetisi buldu demdik demeyimiz. Çünkü bunundan nurgun közlengen nasıl var. Hakkı zavç, hakkı veled dedik, andın ta'zim khatar az-zawjiyye dedik. Andın erhutun ajrışıp ketkenlikten bir firak emdi. Ama vücubdan ayrılan iken bir firak müddet olduğa. Onun da bir adam firakının derdini tartıp bir oturup onunki hasta onun ruhi altıdan yütkülüp nima qilish için aşında nurgun hikmetli var dedik. İmam Malik baraat-ı rahim maksatı debdi. Ve idâ kâne zâlike kedâlik. Bunda bu olsa fa'iddatul hamli kâfiyetun fil ilmi bi baraat-ı rahim bel hiye qâti'atun fi zâlik. Bunda olan iken şu 9 ay hamildarlık müddeti saklap baksak aşu kifaye kıldı balıba yokluğuna. Çünkü 9 ayda tuğup buldu yani. Ha? O saklı bırak başı tuğup buldu dedim. O kesiyeti de o meselene dedi. ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة الياسة. لكن مشاهدة مسألة var. Baraat-ı rahim maksatı dedim. 9 ay ötkenlikin baraat-ı rahim meselesi ayağım bulup ket üzülüp ketti. Ne için 9 ay içinde bu iddet toşu demeyse mesela. Ha? 3 ay dışarıda 9 ay ya. 3 ay iddet kırdan gel. Eğer 3 ay desen 9 ayın içi 3 ayın çekiyor. 9 ayın içi 3 ay bağlı. Oyda mutlu 9 ayda baraat. Şey çok mu tepol değil 9 ayın içi. 3 ay öter yani 6 ay öttü deyin gel. Lakin 9 ay ötüşü bilirler iddet toştu desen oldu. Fein hadat kabla tamam sene. Demek bu bir yıl oldu ama bir yıldan burun heyiz kırap kalsa yani 3 ay içinde demek zaten. Bir yıldan burun digine. Yani 9 ay içinde. Hüküme leha bi hükmü zevatil hayd. Aş bir yıl içinde heyiz kırap kalsa heyizda ken boya heyiz kurduğu yerken de heyiz kurduğu ayallarının hüküm boyunca hüküm kılmaz. Vahtasabat bidalikel Kur'an. Aş heyizdimi hesap kıldı yani 3 heyizden biri de hesaplaydı değil. ثم تنتظر القرء الثاني أو سنة يعني ikinci heyizini saklap turdu. İkinci heyizken mesela şu bir yıl ötküzdü o. O sene diyene şu bir yılını yani 9 ay, 3 ay cemi bir yılını ötküzdü dedi. İlâ en tamdî leha thalâthet akra. Ve hâkeza anlamında 3 heyiz ötkengi kadar yani 3 yıl ötkengi kadar önde saklaydı dedi. Bu İmam Malik'in karşı hemen kıyınken. Ve emmel cumhur فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يئسن. Yani muş ayet ki tayinleri. Muş ayetin zahiri. Demek bu nasıl mı? Eğer nasıl olsa ne oldu? O sapılmaz. Talaştaş bir tarafa bulup gitti. Kur'an'a İslam tayinimiz değmez. Lakin bunun dalalte nasıl derecede olmanken yani talaştaş çıktı. Demek zahiremde muş ayetinin zahiri 90% 85% nimeni bildirdi. Heyizden bütün ümmetini üzgen ayal dedi. Bu 25 yaşlarda adette bu 50 yaş çırpımı ayal adette yaisat olamda bulmaydı. Çünkü heyiz körep kılışı mümkün bu. Leysat biyaisat yani ona. Ve hâzâ ra'yu fihi usrun ve harac. Mana muş ibare nimede ibaret hazır. Ve hâzâ ra'yu fihi usrun ve harac. Muallifin tercihi ma. Muallif hazır bu qarash qiyin qarashgan, bunda qiyinchilikqa duchor bo'ldi kishilar demoqchi. Jumhurninkida, yani 20 yil, 25 yil, belki 30 yil saqlab o'tiribdi shu. Qachon hezkilaki, qachon bu erdni ajramankida o'tiribdi. U erma shu 30 yil qadar shu nafqa sarf qilib o'tiribdi. Walau qila innaha ta'taddu bi 3 ashhurin lakana jayidan. Mana 3 oylar iddat tutdi deyotgan bo'lsa, undan gap bo'libdi deydi. Bu jumhur hozir 3 oy iddet tutudu. Heyiz görmegenlik ki. Ya işte tanıkını da yaptılar. Bu dante de. Ya çok bep boğuşursa. Bu da yaşarki okşaş. İzâ fuhime minel yâiseti elleti la yuqta'u binqita'i haydatiha. Çünkü ayet ki yâise diyen sözden
hayz zati to'liq to'xtab ketgan, keskin to'xtab ketgan degan ayol emas. Hayzdan umidi sal uzilgan, ama kelib turish ehtimoli bor degan ma ayolni tushunsak deydi. Ya'ni o'sha oyat vallahi ya'isna minal mahid, vallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum dedi. Shak qilib qolsanglar, gumon qilib qolsanglar degan ekan, bu keskin to'xtab ketgan ayol emas. To'xtay davatqanda kelib turish ehtimolim bordek, bunda atraq ehtimolliqi bor ayol deb tushunsak, unda kim? Mushu 25 yoshlardagi masalan, mushu ayolmi to'xtab ketgan bo'lsa, to'xtab ketdi amaliyotda, lekin ya'ni kelib turish ehtimoli bor. Ashundan tushdi mana, deb tushdi demakchi. Mana 3 oy deb mana taklifim berdi. 3 oy devasak bo'ldi emasmi buni dedi. Şu ayetni bizga tayindadir. Chunki bu oyatda idza fuyma min al-ya'isa allati la yuqta' bin qita'hi. Hayzi keskin to'xtab ketdi deb kesib qilinmaydigan ayolning gapini qilyapmiz oyatda desak, mushadir biz masalani talashtash qilayotgan 25 yoshlik ayolmi? Shu la yuqta' bin qita'hi deb o'xshash. Kep qilish ehtimoli bor ayol. O'lmadan chiqib ayol bir yana fikrini o'tirib qo'yadi. Mujtahid degan bunda. Ahmadning nima yo'qkana bunda? Şu cumhur diyen müşahadadır İmam Ahmed billah. Ve kâne kavluhu inirtabtum. Ondan ki aşında düşensek, yani kisip eğitivet kilonmaydıgan aşında ayağı da karasak, bu çağda inirtabtum diyen şu ibare nemi kaçkan buldu hükümde. Yani muşu ya isat, muşunda haletteki ayallarının hükmü de guman kıpkasana diyen buldu. La ilal hayd. Yani kilamiki kemmesmiki de guman kıpkasana diyenemez. Muş ayolning hukmida gumon qilib qolsanglar, ikkilanib qolsanglar degan bo'ldi deydi. Alamata awwalahu Malikun alayhi. Imom Malik mushunda tushunib chiqqan. Ya'ni bu shu inirtabtum deganni hukmga olib tushunib chiqqan. Imom Malik tushungan bo'yicha nima qilsak, mushinimi ya Aysatning hukmida 3 oydan nima qilsak bo'ldi deydi. Fakanna Malikan lam yutabiq mazhabuhu ta'wilahu al-aya. Xuddan Imom Malik İmam Malik'nin qarışı ma ayettin o'zi olgan tafsir tushunchaga mos kelmay qoldi. İmam Malik'ning nimasi bo'yicha elib etsak, bu hayz to'xtab ketganlik keskin bo'lmagan, to'xtab ketganda bo'lib kap qilish ehtimoli bo'lgan ayol bo'lsa 3 oy tutadi deganda. Bunda tushungan buni. 9 oyni bilchigizib işte murakkablashtiryapti. Demak, men qarışı hozir ma oyatni tushunishga mos kelmadi dedi. Men İmam Malik'ning mazhabini tanqiladi hozir. Bayatın cumhurundan tanqilgan. Nima uchun zikr qildi esa fa innahu fahima min al-ya'isati huna man tuqta' ala annaha laysat min ahli al-hayd. İmam Malik endi mush oyatga ya'isa degandan hayz ahli emas, hayz ko'rmaydigan ayolda kisb aytadigan ayolni tushungan deydi. Bunda ehtimollik bor deb tushunib ekan. Kisb tushunib ekan. Va hada la yakunu illa min qibal as-sin. Endi bu kisb aytish qachonda biz kisb ayta olamiz? Yaş bijaga berib 50 yaş 60 yaş bo'lgan chaqda andin biz kesib aytalaydik. Endi sen bu 25 yoshlik ayolni kesib aytayotganda 9 oyni o'tkazib lan kesib aytayotding. Validalika ja'ala qawluhu inirtabtum rajan ila al-hukm la ila al-hayd. Shuna İmam Malik shaqqib qolsanglar ya inirtabtum degan iborani ya isatning hukmida shaqqib qolsanglar deb tushunibdi. Hech kirishga maslikni shaqqib qolsanglar demay. Chunki hech kimmaydi deb tushunibdi, ha? Hech kimmaydi o'g'anikin o hech kirishga maslik shak degan gap yo'q buni. To'qizda nima uchun qilganini oyatning tushunishida ehtiyotan bu nafsiga qat'iy mutobiq emas ekan, ehtiyot qilgan. Ya bunga ya bunga kimmaydigan. Ya'ni ay in shakaktum fi hukmihinna mana. Ya'ni ashu hech keskin to'xtab ketgan ayollarning hukmini shak qilib qolsanglar, buni hukmi bunda deb bayon qilib o'tgandi. ثم قال في التي تبقى 9 أشهر لا تحيض. Ondan 9 oy hayz ko'may o'tdaga ayol haqida, asli hayz kildigan yoshlik ayol, masalan 25 deylar. Ondan 9 oy o'tdasa, buning haqida nimda 9 oy o'tdagan keyin 3 oy iddat tutadi dedi. Ya'ni Aysatning hukmiga chivizdi buni. Va amma Ismoil va ibn Bukayr min ashabihi. Ismoil degan İmam Malik'in şagirdlarining birisi ekan. Ibn Bukayr bu İmam Malik'ning bir mashhur shogirdlarining birisi. Muwatta'ni rivoyat qilgan. Bu İmam Buxoriyning ustozi. Yani İmam Buxoriy mushundan hadis rivoyat qilgan. Yahya ibn Bukayr 126-yilda vafot etgan. Bu ikki shogirdi فذهبوا إلى أن الريبة ها هنا في الحيض. Bu şekaktum
inertabtum fil hukm degan emas, inertabtum fil hayd degan bo'ldi bu deb bunda tushunibdi. Va annal ya'isa fi kalam al-arab huwa ma lam yuhkam alayhi bima ya'isa minhu. Ya'is degan arab tilida nimadan umidni uzish bo'lishdan qat'iy nazar shu narsadan umid uzilganlik kisb aytqilolmaydigan, lekin umid uzilay deb turganni ya'is deydi deydi. Faqat umid yo'q emas, umid yo'qdek bo'lib qolganni deydi. Undan keyin bular inertabtum fil hayd degan bo'ldi debdi. Fatabaqu ta'wil al-aya mazhabahum alladhi huwa mazhab Malik. Undan keyin İmam Malik hukmda tushunib, ashunda tushunchasiga zid chiqganda, ular hayd deb tushunib, İmam Malikning shu qarashini tutdi. Demak, bu tushunchasi bilan tutgan qarashi mos keldi deydi. Wa ni'ma ma fa'alu. Ajab ubdan qildi bular. Nima uchun? Li'annahu in fuhima ha huna min al-ya'is al-qat'a faqad yajib an tantadir ad-dam. Chunki ma oyatdan keskin zodi umid butun uzilib ketgan deb kesib aytadigan ayol ko'z tutilgan bo'lsa, u chaqda asho 60 yosh qadar saqlash kerak bo'ldi deb. 25 yoshli ayol 60 yosh qadar saqlash kerak bo'ldi. Va ta'taddu bihi hatta takuna fi hada sinna. Ya'ni 60 yosh chiganga qadar asho hezla iddat tutish kerak. 60 yosh chigandan keyin andin 3 oylar iddat tutish kerak-da. Ya'ni sinnal ya'is hatta takuna fi hada sinna. 60 yosh chiganga qadar asho hezni ko'rib iddat tutish kerak-da. Ya'ni sinnal ya'is. وإن فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك أن يائس دياندن bayatın şu iki şagirti düşüngendek kesip edilip kılınmadılar lekin azraq ümislinip qalğan manda da düşünsek fakat yajib an ta'taddallatin qata damuha anil ada ve hiya fi sin man tahid bil ashhur davaniken hez ko'rdigan yaşta turib tuyuqsiz sebepsiz munda hez to'xtab ketgan ayol 3 oylam iddat tutsa bo'ldi degan chiqadi deydi. Endi qilish kerak bo'ldi. Ve huve kıyas kavli ahli zahir. Zahirilanın başka meselede tutkan bazı numaralardan belki muşunda netice çıkıyor demek. Yani belki şu zahirinin karışının takazzası buluşu mümkün. Yani zahiri mezhebke asasen muşunda gep çıkıp kalıyordu deydi. لِأَنَّ الْيَائِسَ فِي الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ هِيَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِدَّةِ لَا بِالْأَقْرَاءِ وَلَا بِالشُّهُورِ. Neyin gep ma o? Tarafeyn diyenin maksat ne ma? İmam Malik bilen Cumhur'un meçadır. İki grup. Yani iki taraf. İki tarafdan nazırda ya ise degan qandatda hozir mesela şu o'zi bekitgan qoida bo'yicha deylar o'zining qarashini qo'ysak birisi 9 oy bir saqlaydi undan keyin 3 oyni qildi dedimi yana birisi shu necha yil ya ise qadar saqlaydi undan keyin 3 oy tutdi demak har ikkilisi ya qur'ulallam qildi demidi ya ashurullam qildi deb bizga dersimidi aş bizge desteşten burun daha arılık koyup koydu. Mavo belki 20 yıl 30 yıl uzarıp gittiğin vaktin belki de 9 ayını çekilip koydu arılıkka. Demek işkili karışta hazır ya kurdu mu de ya şuurdu mu de dedim. Ve emmel farku fi zalike beynema qabla 9 ve ma ba'daha hem de 9 ayın ilgili kısmından kinkisinin farkı dedim. Festehsen bunun deyince bayatında ihtiyat deyince şu istehsen ya hazır istehsene ihtiyatan deyince ve adı Malikinin mezhebi şu anda 3 ayın ilgiri ya 3 ayın keyin diyen meselede fark vardır bunun deydi başta 9 ay bir saklap durdu andın 3 ay saklaydı dedi yani 9 aydan keyin andın 3 ay saklaydı lekin 9 aydan burun 3 ay saklaydı mı dedi fark şu demek için 3 ayını başta koyup bunda qımılığına dese istihsan yani bu ihtiyatan. Yani 9 ay başta bir nima qilib keskin qo'saqda yo'qlikqa aniq bir bo'lib ketdi demakchi. Shunlar ba'da 3 ashhur dedi. Nima uchun siz başta 3 ay bir tutdi, undan keyin ana 9 ay tutdi demadilar desa, baştadan qo'saqda barqsin qo'ytash demakchi ekan. İstihsan. Bu Maliki mazhabining qaşılsa, baş jumhurda unda gap yo'q-ku. وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم أمد يقولك مثلا سببسز هيز كم قالان ayaldı. Malum bir sebebin heyze keçip ketken ayalma. Lekin heyz ko'rgan yaşta. Masalan, balı imetvatqanlik uchun heyz kemmapti. Ya bir kasallikdan kemmapti. Va kaza. Bunda ahvolda talaq qilinib qolsa, qanday bo'ldi? فإن المشهور عن مالك أن المشهور دياندكلا
Nimani tushundik? Imom Malikning mashhur qarashi degandikan, mashhur emas, yani bir qarashi ya bir ya ikki ya bir necha qarash borligini bilmas. Imom Malikning shu mashhur muqobil mashhur degan nima bor? Imom Shafi'ningda qawl qadim wal jadid bor. Imom Abu Hanifa'ningda, Imom Ahmadningda rivoyatlar bor. Imom Malikning mashhur qarashi annaha tantadiru al-hayda qasura az-zamanu am tala. Demak bu kasalken bu ya. Yoki bola ematayotgan. Demak bu kasallikgacha saqlayishi mumkin bir muddatga. Yoki bola ematish bir yildan to'xtashi mumkin. Va hokazo. Demak bu uzun bir saqlashmo bo'lib ketadi, lekin ashuni saqlaymiz debdi. Uzrab ketsa saqlaymiz debdi. Bu jumhur, ya'ni mazahib al-arba'aning qarashimiş. Va qad qila mana muqabil al-mashhur innal marida mithla allati tartafi'u haydatuha li ghayri sabab. Kesal ayollar qolsa ashalikka kesal emas bayatdan qabasildiki o'xshash qaraymiz degan qarashim bor. Lekin mashhur emas. Bu masala tugadir. Albatta jumhur shu bir kasallik bo'lib qolsa, bir kashil sababidan to'xtab ketgan bo'lsa, shu kashilning tugishiga kutib turamiz deydi, ha? Masalan, hayz kelganga qadar uzrab ketsimi? Takem da shu sinirlasi bo'lgan qadar. Chunki kasallik bor. Jumhurning qarashi. Kasallik saqayganga qadar saqlab boqamiz yoki kasallik saqaymay davomlashaversa, sinirlasi bo'lgan qadar saqlaymiz, sinirlasi bo'lgandan keyin ondan 3 oy belgilab o'shadan bo'ldi deymiz. Bu mutasim. Yani kasallik degan ba'zida davolanish uzrab ketib, necha yil o'tib ketishi mumkin. Ammal mustahadatu, istihada degan nimada? Hayzdan keyin, yani qon davomlashgan. Fa'iddatuha 'inda Malikin sanatun idza lam tumayyiz bayna ad-damayn. Yani şu ayol ma hayzdan qanitda, ma istihadaning qanida ayirmagan bo'lsa, 1 yil iddat tutadi debdi. Ve bu ayol bir hayz keldi, shunami? Kelgandan unda saqlayib, yani hayz kirib qolgan bo'lsa saniyalaydi buni. Lekin unda saniyanmay, shu bir hayz kelgancha xun kelaveribdi. 10 kun, 20 kun, 30 kun, 2 oy masalan. Lekin kelavergan bu ma ayning hayzi ma 5 kunda, ma 5 kun bilan anduma 20 kunninki ya 25 kunninki ma istihada, ana ma 5 kunninki ana hayzinki deb manda ayryamsa 1 yil iddat tutadi. Agar ayriyalaydigan bo'lsa, ma 5 kunninki ma hayzdan qana. Anda ma 25 kunninki istihadan qana. Anda yana ma 5 kunninki hayzdan deb munda 3 ni sanalaydigan bo'lsa ayrib. Bu chaqda fa'anhu rivoyatan ikki rivoyat bor ekan. İhdahuma anna iddata sana burunqa o'xshash, ya'ni bir qarashda annaha ta'malu ala tamyiz fa ta'taddu bil aqra. Demak, ayriyalgan hisobda yani hukmuha hukmul mumayyiza demakchi. Ayriyalgan hisobda shu qur bo'yicha 3 hayz muddati iddat tutadi debdi. Yani 3 to'g'ri demakchi, Imom Malik to'g'ri deydi. Va qala Abu Hanifata iddatuha al aqra'u in tamayyazat laha. Mana İmam Abu Hanife ma'qul gap tartib, tamam mı? İkinci rivayetke. Yani eğer ayrıyalaydigan bo'lsa, tamam mı? Şu 3 hayz ayrım bo'lgan ekan, tamam bo'ldi. Va illam tatamayyiz laha, eğer u ayrılmaydigan bo'lsa, bu chaqda 3 oydan iddat tutadi. Diyayatga o'xshash demak. Va qala Shafi'i, İmam Shafi'i hamda iddatuha bit-tamyiz idza infasala anha ad-dam. Demak, qon mesela hayzdan qon ayrılma 5 kun bo'lib, ayrım bir ayrılib bo'lib Biraj kundan keyin istihada qilib mundaq qilgan bo'lsa, bu chaqda shu tamiz bo'yicha salasatu quru, ha? Ya'ni Imom Malikning ikkinchi rivoyatiga o'xshash gap. Fayakunul ahmaru qani min al-hayda. Davonki qat-qizil tum qara. Munda kelgan xun hayzning xuni bo'ladi. Qani degan qana'a degan qat-qizillashdi degan. Qani asli hamza bilan. Lekin ba'zida hamzani bilan qani deb qo'ydi. Tum qizil, qat-qizil deganday. ويكون الأصفر من أيام الطهر. قب قزلا أيزن خنولدا ساغوش كأجلره طهر حالتك خنولدا دبته. فإن طبق عليها الدم، طبق عليها شو؟ üstülep ayrılmay, uğuluşup üstülep kiliverse bu çağda i'taddat bi'adadi eyyami haydatiha fi sihhatiha. Sağlam haletteki vaxtida, yani müsahat bulmagan haletide neç gün hez görtte 5 gün ya 4 gün deganday. Shuningga asosan hayz hisoblab iddat tutuyurdi. Wa inma dhahaba Malik ila baqa'i sanati li'annahu ja'alaha mithla allati la tahid. Yani İmam Malik nima uchun 1 yil
bunda iddat tutuldi de mustahadına izalem tumayyiz bayna dabayn dedi. Bir yil desa ve min ahlil hayd yani hez altı turab bu ayol hez ko'rdiganlardan turab nima uchun hez ko'maydigan ayolning iddatiga o'xshash qilib qo'ydi. hez ko'mgan ayolning bir yil degan to'g'ri 9 oy 3 oyda li'annahu ja'ala mislati la tahid demak hez ko'rdigan bo'lsin bu ayol hez ko'maydiganning hukmini qilyapti deydi. hech qanday sababsiz hez to'xtab ketganini 9 oy 3 oy dedi. Shunda qilyapti deydi. والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها قياسا على الصلاة. يعني الإمام الشافعي özünün gününü eskiden günlerinin sahanını bildiği ya. Mesela katımdar ayda 4 günden ya 5 günden de banda bildiğim bolsa şu boyunca iş kılıdı dedi. Ne için dese bu namazı kıyas kıldı. Çünkü namaz hakkında Fatıma bint Abi Hübeyş'in hadisinin digente Resulullah aşağıya mustahada yani şu Fatıma bint Abi Hübeyş'e otururken salat eyyame akraik. Kur'an'a hayd diyen çağ delil kıldık mı şuna? Ama ben onu ki. Şimdi şu. Mana eyyam akraik namazını taşlan yani ki bu Kur'an'dır hayd diyen ki mana daplan çıktırdı. Namaz okumaydı ama doğru vakti emas. Hayd vakti. Bu cevap ağılmamak. Evet acizde anlamalar bu aciz demeye kıyas kıldı. Asli kıyas. Asli kıyas hem managa baktan muammoş mümkün. Lakin müşahedesizlik asasen de yani bir rivayette var فَاِذَا ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا فَغْسِلِ الدَّمَّ وَصَلِّ diyen rivayetin var. Yani kadruha diyen şu adette siz gördüğün heyz küllerinin miktarı 5 gün boz 5 gün 6 gün fi ilmillah deb keldi o 6 ayyam او 7 ayyam fi ilmillah deb keldi şu rivayet 6 gün ya 7 gün aynı mölçerler adette heyz gördüğün küllerini yani hesaplap çıkarırsanız buldu diyen. Ve şu 6 gün hesaplap ga juyunuplam namaz okusunu başlaydı. İstihadakını kilivergen bolsumu demiş. Ve innema i'tabarat tamyiza men i'tabarahu liqawlihi sallallahu aleyhi ve sellem li Fatıma binti Abi Hübeyş. Seninki de Hübeyş mi? Binti Abi Hübeyş. Dedesinin atılışı Abi Hübeyş. İza kana damul hayd fe innehu damun aswadu yu'raf. Hem de ne için ayrıyalardan bolsa ayrışını asas kıldı alimler. Bazı ayrışını asas kıldı o. Köpünse asas kıldı. Ayrıyasımında, ayrıyamısımında dedi. Ne için dese? Çünkü ma bir rivayette Abu Davud ve Nesai rivayet kılgan hadiste eğer heyz kın olup kalsa bu karamtul kıldıgan bilindiğin kan. Yani ayrım bu heyzden kanı ayrım bir xil kan. Rengi, pırıkı cihattin. O ayarlı bildi o ne demek için. فَاِذَا كَانَ ذَلِكَ demek aşında heyzden alahida süpetlik kanı kep kalsa namaz okumay durun. فَاِذَا كَانَ الْآخَرُ eğer başkası kan olsa heyzden kan emas başkası adet kızılandı. Tomudan çıkanda kan olup kalsa فَتَوَدَّئِ وَصَلِّ her bir namazga bir tertip namaz okuyuverin dedi. فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ çünkü o tumu yerlik kitap ya tumu teşvik edip çıkan kan dedi. Yani ayollarının işki adasının bir tumu gerilip ketken bolsa ağzım qarab qoldi odatda. Qizil mesela tükürdüğün gibi. Şunun o'xshash bu işki adasının bir tumu yerilip ketken bolsa şundan kelgan qon bo'ldi. Arq degan tumu degan. Tumuning qini. خرجه أبو داود والنسائي مبارك وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم أمدن مشون بعضلا bunu ayırmaya kalsa 3 ay iddet tutuduğu da 3 ay belgeli oldu ise لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض çünkü köpünce ahvalda şu ayollar şu bir ayda bir katım heyz gördü boğanken 3 heyz demekçi olsak 3 ay da belgesek buldu deyinge şuna adet deyimizim adet diyen nima her ayda bir katımın kildiğin adet olup bağay istemekçi وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض وخفاؤه كارتفاعه. Yani Allah Teala heyz toxtab ketgan chaqda oy bilan iddat tutishni belgilaganda uningki ini qonmay ayrilmay qolgan ahvol shu heyz ko'tarib ketgan bilan o'xshaydi. Yani bu qiyos. Ya esiga qiyos qildik. Mush kartifai deganni bildirdi. Kaf harfi. Kaf harfi tashbih. Demak, mush qiyos var degan gapmi shu? Kaf harfi kayan kılam kıyas deyimiz. Kıyas diyem unda teşbih olgan diken. Ve emmel mustaraba
Yani gumanda qag'ayal bu. Anillati tajidu hissan fi batniha tadunnu bihi annahu hamlun. Qo'sqida bir xil midilgandek bola, midilayotgandek bir erkekni sizgan bu. Yani qo'sqinda bamike deb o'ylaydi ekan. Ha? Lekin keskin emas, becha o'xshamabdi. فإنها تمكث أكثر مدة الحمل. وجدا hamildorlik muddatining eng uzun muddati qadar saqlaydi deb. Endi uzun muddatini belgilashda har xil qarashlar bor. Va qad ixtalafa fi, mana bunda qarash o'xshash emas. Faqila fil madhhab degan nishonni ko'rsatdi. Maliki mazhabni ko'rsatdi. Ya'ni Maliki mazhabda 4 sinin deyildi. Yani 5 sinin deyildi. وقال أهل الظاهر 9 أشهر. أهل الظاهر ظاهرة 9 ay deblam mesela alqılayotdi. ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن. Elbette de hamile olup qalsa, bunun iddeti şu balın tuşulandan tuştu. Yani talaq qılğan ahvalda deydi. Liqavlihi Teala ve ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'ana hamlahunna. Ene qılın bu mesela. Annem için 4 yıl 5 yıl deb qaramış alimlar. Endi mümkün mü? Şafi'i, İmam Ahmed, İmam Malik'in onlarda bu bunda bazı kabileler, bazı cemaatlik ayollar 4 yıl 5 yıl qo'shib ketadi ahvol bor debdikan. Endi hozir tibbiy tadqiqot, taraqqiyot sohasida nima deydi desak, bu ayında bir mingda bir masalan, ya 2000da bir ayında ehtimollikli bor deydi. Qanday ehtimollar desa, ayol bilgandan keyin erning spermasi ayolning tuxumi bilan changlashmay, bu sperma bir bunun tutab bir qaznaqilda aşağıda turib uxlab qolgandek yoki mugda to'nglab qolgandek ayda ya turdi ekan, ya buzib ketmay yoki changlashma ayda bir yerda turib, keyin anda Allohning o'rlashtirishi bilan vaqt soat kelgan chog'da u yerdan bir xillarni midilab chiqamdi, tuxum bilan birlashib qo'saq ko'tarib qoldigan. Şuna mushunda ahvol daha kam uchraydi, lekin bor debdi. Hozirgi tibbiy qarashning nimasi bu? Degan hamma unda ahvolda emas. Balki shu Imom Shafi'iylar, Imom Maliklar, ya Imom Ahmad ayında bizning ba'zi bir jamoatlar hamma ayollar 4 yil qo'saq ko'taribdi deganlar, balki endi shu jamoatning shunda bir tanqurlashi va shunda bir ahvol bo'lishi mumkin. Yoki ba'zi ayollar shunda ko'targan bo'lishi mumkin. Bu ehtimolli ekan. Kesb zar bu qanday gap bu, mumkin emas deb bunda xato chiqib o'tkazilib bo'lmaydi. Demak, shu ben fuqarolikka shunda saqlaydi deganimi, shunda bir ahvollarga nisbatan yana bir tarafdan to'g'ri chiqib qoldi. Degan hammalarga shuni tatbiqlash qiyinchiliklarni keltirdi. Va amma az-zawjat g'ayrul harair, endi yuqorqi biz masalasini bayon qilganlarimiz, mesela hur ayolning gapi bu. Endi qul ayollar cho deydi. Qul yani er va ayollar fa innahunna yanqasimna aydan bitilkal aqsami bi'ayniha. Demak, ashhur ayolning oyinda hayz to'xtab ketgan, homila, hayz kasallikdan to'xtab ketgan, ya saqtir to'xtab ketgan deb yuqoriqidek taqsim qilishga bo'ldi. Ya'ni huyyadan va ya'isatin va mustahadatin, mana hayz ko'rdigan, to'xtab ketgan mustahada va murtafaatul hayd min g'ayri ya'isat, mana sinliyasi bo'lmay turibmi, ma'lum sabablardan to'xtab ketgan deb shunda taqsim qilish mumkin. Fammal huyyadu, huyyat degan haidning jam'i. Endi hayz ko'rdigan dedik ayollar allati yatihinna hayduhunna. Hayz ko'rdigan yashga hayz kelib turgan dedik ayollar bo'lsa, fal jumhur ala anna iddatuhunna haydatan. Ko'pchilik olimlar bularning iddati 2 hayz dedi. Yani 4 imommi shunning ichida. Ve zahaba Davud ve ahlul zahir, Davud zahiri bilen başka zahiriler ise ila enne iddetahunna 3 hiyad kel hurra. Bu hür ayolga o'xshash 3 hayz iddet tutadi debdi. Dedik hür ayolga o'xshash debdi. Ve bi qala Ibn Sirinning qarashiga bu tabiilarning ichida. Fa ahlul zahiri i'tamadu umuma qawlihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru degan mush oyatning umumiga eslabdi. Mutallaqat dedimi? Hür olsun, dedek olsun, şunu düşürmez debdi. Ve hiye mimmen yantaliq alayha ismul mutallaqa, mana ay dedek hazır talaq qilindi, mutallaqa demdik demamdoq deymiz. Davoniki mutallaqat mana. Ve atamadul jumhur taqsisa hadal umum bi qiyas ash-shabah. Ash-shabahni bizning degan to illat jihatdan qilingan qiyas emas,
Manda ba'zi tarafdan o'xshab qolganlikdan o'xshatishdan iborat ekan. Tamam? Ve derken annahum shabbahul hayda bit talaq wal hadd. Hayzni talaq ve zina cezaları mesela aşınga o'xshatdi. Yani kevnahu muntasafan ma'arra. Hürning cezası yoki talaq soni manchi bo'lsa, qulninki yerimi uchido degan bir qoidadak nima qilib turib, aşınga tushiribdi. Yani qiyos qilib turaydi. Yani kevnahu muntasafan ma'arra. Yani qulluq bulab qolsa, bu mushu ishlarimiz yerimgilam tushib qoladi demoqchi ekan. Ve innama ja'aluha haydatayn li'anna al-haydata al-wahida la tataba'ad. Nima uchun bir yerim demida bu? 3 bo'lgandan bir yerim bo'libdi. Nima uchun bir yerim demida esa, u bir hayzni parchalig'i bo'lmagan ekan, 2 deyapti. Talaqni bir yerim talaq degan bo'lmagan ekan, 2 talaq deyapti. Bu qiyosimda. Yani bular bu qarash anchalik ojiz asarlarni akildi. Talaqul amata sanatan ve iddatuha haydatan dedik o. Endi ojiz asarligini tayindim. Qiyos bilan ojiz asarni ish qismida juplashtirib, yondashtirib, akilib, jallandırıp andın oturur. Ve ammal amatul mutallaqatu al ya'isatu min al hayd. Endi hay to'xtab ketgan yaisa bir dedek talaq qilinib qolsa, yoki texe o'zgara boshlamagan kichik dedek ayol deydi. Kichiklarning to'yinib qo'ydigan ishi bor dedik-ku. Fa inna malikan va aktsara ahli al madinati qalu iddatuha 3 ashhur. Demak bu o'rga o'xshash 3 ay iddat ko'rdi deb. Hech ko'rmaydigan bo'lgan ekan. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة عدتها شهر ونصف شهر نصف عدة الحرة. demek bunun iddeti hür ayalının iddetinin yerime, yani 3 ayının yerimi kıysak 1,5 ay buldu. Anda ne yerim digil olmagan da aynı yerim digil oldu 15 günde. Şuna 1,5 ay depti. Peki İmam Şafii hem de işade İmam Şafii'nin kelgen bir qarashma. İmam Şafii'nin 2 xil qarashi var. Yani bir qarashida inna iddata shahrani ve huwa riwaya an Ahmad. Yani bir rivayette aşu ayni parchalığı olmaydı durgan. 2 ayda ma'lum bu ayning parchalığı olmaydı 2 ay debdi. İmam Ahmed'in kelgan bir rivayeti shunday ekan. Yani 3-chi bir xil qarashda İmam Şafii 3 ashhur deb qarabdi. Bu İmam Malik'ga o'xshash. Bu mu İmam Ahmed'in bir rivayet. İmam Malik'ning mush qarashi İmam Şafii'den mi, İmam Ahmed'den mi rivayet kılınan karışken. Demek bir yerim dep qalsa ve bu qiyas deydi. Yani qiyas qilib qalsak, aşam yerimiz işte o. Cezamı yerimiz işte, yerimiz işte bu ayam yerimleşken ahval qiyas qilib qalsak, onun bir yerim ay buluş kerak. Qiyas bo'yicha bunda buldu. İza qulna bi takhsisil umum. Ashu wal mutallaqat yatarabbas al mutallaqat degan umumga bunu xaslashtirsak al mutallaqat al-hurrat desek, dedekni chiqarib o'tib qolsak, bu shu qiyos bo'yicha bunda bo'lish kerak deydi. Fakanna Malikdan at-taraba qawluhu. Xuddan İmam Malikning bu yerda so'zi sal igizpa so'rab qolgandek. Masalan, famarra akhadha bil umum. Bir yerda umumga sildi deydi. Ya isatda umumga sildi. Shunami? Ya isatda 3 ay dedi. Bu umumga sildi. Ve marra akhadha bil qiyas ve zalika fi zawat al hayd. Anda hayz qilganlar haqida 2 ayda yerimlashtirish masalasiga qiyas qilgandek bunda oldi deydi. Amniyatda qanday? Halbuki vel qiyas fi zalika wahid. Unda hammada bir xil bo'lish kerak asli qiyas. Endi hozir dedak masalasi zamonimiz bo'lmagan ekan, buni bunda tez o'tib ketsin. Va ammallati tartafi haydatuha min g'ayri sabab. Sebepsiz to'xtab ketgan dedik bo'lsa, fal qawlu fiha wal qawlu fil hurra. Hur ayolni deyishgan gaplanmasa aynan deydi. Shu 9 ay, undan keyin 3 ay dedimi? Yoki sinirliyasi bag'ri saqlab turdi, undan keyin 3 ay dedi. Shuningdek talash tartish o'xshash deydi. Va kadalika mustahada wattafaqu. Demak, va kadalika mustahada dedimi? Ayriyal zamanda bir yil, ayriyam zamanda degan talash tartishlarimiz o'tib ketdi. O'xshash deydi. واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. ما هو عنده ديدكنا وهكذا قالوا استقدادر. Bu müşhur. Evet dedekin varmış onda. Umum talaqınğa yollandı. Nikah qıptı. Billi bo'lmayla talaq qilib o'tibdi. Shunami? Bunda iddat yo'q deb hamma olimlar ittifoq. Nima uchun? Sabab oyatda nas
diyetti. Ya eyyühellezine amenu la talaqtum nisaa min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha dedi. Nasıl olacaksa talaştat yok. Şu an ittifak. واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجعي. Yani bir ya iki talak yani talak rac'i qitgan. Lekin iddati to'shavatgan yani 3 yil yoki 3 oy degandek bunda bir muddat o'tayotgan to'shmagan holatda ayolni amriga qaytaryapti bu. Qaytirib bo'lib, summa faraqa qabla yamassa. Lekin bilib bo'lmaylarni, yani talaq qilibdi. Yani qaytirib aglayam deb maslahatni tushirib, qaytirib akasa, uy kappogacha qaynonasi bilan takallashib ketgan g'achchini, kechogacha mangdablam talaq qilibdi. Endi aholi buldiqamdi. Yani niyada qaytirib akayannikin duxulumidi, birgumidi. Bundan endi bu ayol shu iddat tutilmasdan jerim oydak ya bir 2 hayizdak bir muddat iddat tutgan. Yani bu kelib yana talaq qilgan ekan, ay burun hayizning oyiga bir aylam qolgan bo'lishini to'liqlamdi yoki yangi boshladim. Mushu ikkinchi qatim talaq bo'lgandan keyin andin yana bir to'liq iddat sanamdi. Mana faqala jumhur fuqaha al-amsar. Fuqaha al-amsar degan istilahni necha qatim o'tib qoldi. Jumhur fuqaha al-amsarda tustanaf. Yenidan iddatni boshlaydi. Demak, birinchi 1.5 oy degan bo'lsa, biz bakavoy ketdi, yiqilib ketdi deymiz, o'rvatdi. Endi mustalaqdan tartib yenidan iddat tutishga boshlaydi. Bular ichida Imom Malik, Abu Hanifa, Ishaq, Abu Thawr bunda olimlar bor. Jumhur fuqaha al-amsar. وقالت فرقة تبقى في عدتها من طلاقها الأول. Demek bu yanında bir cima qilish bir ish bo'lmagan ekan, shu burunqi iddati shiddek shuni to'liqlashdan bo'ldi debdi. Bu asan bir qarashgan. Va u ahad qawlay ash-Shafi'i. Bu Imom Shafi'ning ikki xil qarashining birisi deydi. Ikki so'zi bor ekan, bir qarashda mush ekan, balki bir qarashda jumhur bilan billan. Endi mush qarash Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyat. وقال داود ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة. Bu Davud'un resmi zahirlikini qilib, u burunqi iddatni to'liqlab yurmaydi. Yangi iddatni tutmaydi. Xuddamda yangi bir to'y qilgan ayollar ittifoq kelgan. G'ayr madxul bihada ittifoq keldi-ku. Fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Yangi to'y qilgandek, bilolmaylan talaq qilayotgandek bo'lgan ekan, iddatni tutmaydi, burunqimi tiyilib deb turibdi. Yani ki annaha talaq qabla dukhulga o'xshash. Endi qiyos qildi. Qiyos qilmaydi, mushu shu o'zi shu deb turoldi. Qiyos batil degan ekan bu zahiriylar. Nikah yo'qda buni shu deb turamiz. Nikah yo'q. Demak bu farq bor. Ve bil cümleti fe inde Malik'in enne kulle rac'atin tahdimul idde. Yani umuman qilib aytsak, İmam Malik qanday bir amri qaytirilish bo'lib qolsa, burunqi iddatni butunlay o'rutdi, jiqtitdi deb qaraydi. Yani bekor o'tkazdi bu iddat. Va illam yakun masis, yani jima qilish bo'lmasa-mu, amrga qaytirib olgandikilar, bu da burunqi iddatdan misi nolga aylandi deydi. Ma khala raj'atal muli. Ila qilgan kishi ayolni amri qaytirib olgan bo'lsa, u chaqda u jiqtirmaydi degan o'xshaydi. Yani ila degan masalan, ikkinchi sen bilan bilolmayman, yaqin kelmayman deb qasam qilishdi. 4 oy saqlab qo'ydi. Vallazina yu'luna min nisaihim tarabbusa 4 ashhur. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaq fa innallaha samiun alim. Davom ekan, mushu muli 4 oy o'tib bo'lguncha qaytirib olsa, qaytirilib yana iloqlamda qilsa, unda shu burunqi hisoblaydi deydi o'xshaydi. Shunlara. Va qawlu Shafi'i azhar. İmam Shafi'ning yani ikki qavlning birisi. Hozir jumhur bilan billa bo'lgan qarash emas, ayrim turgan qarash sal jalliq deydi. Bu İmam Ahmaddan bir rivoyat dedi. Va kadalika inda Malik'in raj'atul mu'siri bin nafaqati taqifu sihhatuha indahu ala al-infaq. Raj'atul mu'sir bin nafaqa degan bir ayolini baqolmay, chiqim qilolmay, pul haydab bermay kirim bo'lmagan ekan. Axir bu ayol qishinib ketgan ekan, och qoldi, to'yib qoldi uyda. Ya uy makonsiz qoldi. Qanday qildi? Qozi sotga arz qilsa, sot
talaqqa hukm qildi. Tamam? Talaqqa hukm qilgan ekan, bu er yana qachida bir talaq qilgan ekan, amirga yana qaytaryapti. Tamam? Rajatul mu'asir degan shu. Mu'asir degan shunda namratchilikdan, iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan, ayoliga chiqim qilib bermagan kishi sotdan ayolni talaq qilib o'tgan bo'lsa, bu ayolni qaytarib olgan bo'lsa, qanday bo'ldi ekan? Taqifu sihhatuha indahu ala al-infaq. Endi qaytarib olgan ekan, bu qaytarilishining to'g'ri bo'lishi uchun bu shu baqalisi bo'ldi ekan. Pul xajdab, ammo chiqimini qilib baqalsa, qaytarib olgan to'g'ri bo'ldi ekan. Jahil tushirganmish. Agar unda pul xajdamasa, ya'ni shu burunqa sot nima sababdan ajrashtirib o'tgan? Baqamaganlik uchun shu altdan o'xshash holatda turib qaytarib olgan bo'lsa, qanday bo'ldi ekan? Mana fayn anfaqa sahhat raja. Baqalasa, pul xajdayalsa, amriga qaytarib olgani to'g'ri bo'ldi. Va hadamat hadi raja al-idda. Ularga mush amriga qaytarib olish iddatni bekor qilyapti. Agar talaq desak, shu sotdan endi talaq qilgan bo'lsa, qozi. Va illam yunfaq, lekin amri qaytarib olganda, ya'ni o'xshash holatda endi namratgan chiqim qilamiz, bir sinat yo'q ekan qo'lda. Bu chaqda ash burunqi iddatda turaverdi deydi. Va idza tazawwaja thaniyan fil iddati, endi ash iddat ishida nikoh qildi. Başqa bir bilan nikoh qildi. Er qaytarib oladi, nikoh qiladi. Bu iddat to'shmagan holatda bu ayollarni yo uqmadimi, yoki uqsimi, fasik qilib tegdimi? Vallohu alam endi ahvol bo'ldi. Iddat ishida endi nikohga ishlar bajamayapti. Ya oldirib ketadi, endi bu cheklangan ish, harom ish. Lekin bu harom ish, bu harom deb o'tag'ilmaydi. Buni hukmi nima deb, qanday iddat tutib, qanday to'g'rilaymiz buni? Tuztimiz deganga tamdan yo'l ko'rsatmasa bo'lmaydi. Demak bu vaqtda bir shubha bo'ldi adda. Kan Malik'in fi zalika rivayetan, İmam Malik'ten musha masalada ikki xil rivoyat kelgan. Ihdama tadakhulul iddatayn. Bir rivayet bu ikki iddat bir-biriga kirishib ketadi deydi. Hozir ma bir erdan talaqula bir iddat tutibdi bu. Demak bu masalada 3 ay deyli masala, tajovuzdan. Ko'rgichini qildiganmi? 3 ay taxminan 3 ay desak, 3 ay tugab bo'lsa, bu yerda boshqa bir anitib qoldi. Tegdi. Tekkenga endi biz hozir ma qilmishim, harom ish mavi, manika batil, ayrilsa deb hukm qilindi. Demak hozir ikkinchi tekkan er bilan bilgan ekan, uningdan iddat tutish kerak. Burun erning iddati shunda ketayotganda, yerim yo'l deydi. Undan keyin hozir bu iddat qanday bo'ladi? Agar kirishib ketdi desak, mushu ikkinchi erdan ajrashtirib o'tgandan tartiblan, yengilashlardan 3 hayz kirib saqaygacha iddat tutsa, ishlaysan iddat to'shdi deymiz. Ya kirishmaydi desak-ku, oldindan bu burunqining iddatini kaga yerdan bir to'liq o'tib, uning ishi bitugida deb uni tugatgandan keyin unda ikkinchi erdan iddat tutadi degan bo'ldi. Demak bu iddati baraatir rahmlam deyish emas, erning bo'lib qolgan bolaning yangi ishning haqqi desak, u ayrim degan gap bo'lmaydi. Agar qo'shaqsiga bolaning bilash deb qolsak, tadaxul qilib ikkiga bir nima qilsa, ikki paxtaga bir chamon soqqandek bo'laverdi degan. Tavajjul avval i'tibar baraat rahim. Men tadaxul iddatan degan iddatdan maqsad qo'shaq bayroqni bilishdi. Ikkinchi erdan shu 3 ay o'tsa, burun qardimmi yo'q chiqdi, ikkinchi erdan yo'q chiqdi bizga debdi. Yana darga hasilun ma tadaxul. Demak, ikkini bir qilib olsak, baraat rahimni bilalaymiz deb. Va vajhu thani kawnul iddati ibada mana. İkincisinin yani ayrım tutuldu degan qarashning asosi bu iddatiga ibodat masalasi. Baraat rahimning emas. فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة. Mana cima oldan cima olganken bu nurg'un ahkamlar kelib chiqadanda cima olganlik uchun ama unda olganken ma arma cima qildi, arma cima qilganken bu iddat 2 bo'lish kerak debdi. Va idza utiqat al-amatu fi iddat at-talaq. Hamda dedak masalasi o'tib ketdi. Bir dedak talaq qilinib iddat ko'rayotgan holatda azat qilinib ketdi. O'raylinibdi. Endi bu
Didekning iddatini tutamdi, hurning iddatini tutamdi. Bunda har xil ahvol borni fikr ekan. Madat ala iddatil amati inda Malik. İmam Malikning nazarida u didekning iddatini to'shqazaverdi. Asli bo'lgan. 20 yilda hurlab qolsin, burunqi didek vaqtida belgilanib ketgan buni dedi. Shu bo'yicha to'shqizdi debdi. Walam tantaqil ila iddatil hurra. Hur ayolning iddatiga yetkelmaydi. Va qala Abu Hanifa tantaqilu fi talaq ar-raj'i dun al-ba'i. İmam Abu Hanifa raj'i talaqlab qolsa yetkiladi. 20 yilda ajratib ketgandan keyin bu ayol hur ayol sifatida iddat tutadi. Ama bayin olib ketsa, burun ayoldan uzil kesil ajrab ketgan bo'lgan ekan, u chaqda uzil kesil ajragan chaqda bu didek bo'lgan ekan, didek bo'yicha. Demak, İmam Abu Hanifa raj'i talaq bilan bayinni ayirib turadi. Wa qala Shafi'i tantaqilu fil wajhayn ma'an. Raj'i talaq olsun, bayin talaq olsun, her ikki ahvolda ajrat olib ketgandan keyin hur ayolning iddatiga yetkildi debdi. Bu masalada biz talashlarning sababi va sababul xilafi hal al-iddatu min ahkam az-zawjiyyati am min ahkam infisaliha. Bu iddat degan xotinlikqa xos bo'lgan ahkamlarning jumlasidanmi yoki ajrashishga, xuddi bu nikohga chetishlikmi, taloqqa chetishlikmi degandek. Ajrashishga baklak chetishlik ahkamlardanmi? Faman qala min ahkam az-zawjiyya, yo'q bu xotinlik ahkamiga chetishlik masala bo'lsa, qala la tantaqilu iddatuha. Xotin chaqda bu direkti navga o'tkazmaydi dedi. Faman qala min ahkam infisal az-zawjiyya, yo'q bu ajrish ahkamiga munosabatlik desa, qala tantaqil. Kama law u'tiqat va hiya zawjatun thumma tulqat. Xuddi masalan, taloq qilinishdan ilgari bu ayol ajrat qilinib ketgan. Uningdan keyin taloq qilinsa, hur ayolning iddatini tutdi. Shunga o'xshashlam, mushu masaladami shunda debdi. Va amma man farraqa baynal ba'in va raj'i, amda Imam Abu Hanifa bayn va raj'ni ayirgan. Buning asosi aniq edi. Va zalika anna ar-raj'i fihi shabahun min ahkam al-asma. Chunki raj'i deganda bu xuddi ash odamning xotiniga o'xshash. Raj'i taloqda makada bilan o'g'ib ketadigan amri qaytirib oladi. Demak, shu odamningki ayoliga o'xshashdan bu. Asmisda ba'da ekan, ash erning amridikiga o'xshash ahvol deydi. Men ahkamul asma degan. Va lidalika waqa fihi al-miras mana. Shunga bu raj'i taloq bo'lgan chaqda ikkisining biri o'lib ketib qolsa, bir-biridan miras oladigan ishlar bor. Hammalarning ittifoq qarashida. İza mata va hiya fi iddatin min talaqin raj'i. Demak, raj'i taloqdan iddat tutayotgan holatda ikkalarining birisi o'lib ketib qolsa, bir-biridan miras oladiganligi ittifoqda. Endi bayindicho miras olmaydi. Uzil kesil ajrab ketgan. Xotinlik degan gap yo'q. Bu makada bilan yandira olmaydi umriga. Abu Hanifaning asosi mana bu. Nima uchun ayirdan desa, chunki bunda nima uchun va zalika anna ar-raj'i fi shabahun min ahkam al-asma. Muj'arning amrida turib, hurulab ketganga o'xshashmoqchi. Masalan, bir didekni o'rlik chiqarsa, ondan taloq qilinsa, hurning iddatini tutdi. Nima? Endi bu raj'iy holatda muj'arning amridikiga o'xshashi. Muj'arning ayoli bu. Shunda holatda azod qilindi. Undan keyin hurningki, ammo uzilgisi ajrab ketgandan keyin azod qilinsa, bu qulninkin tutadi deydi. Mana va zalika anna ar-raj'i fi shabab min ahkam al-asma. Chunki raj'i taloq deganda ashu erning ismisida, ya'ni erning amrida bo'lganga o'xshash, shunga o'xshab qolgan bir ahvol bor edi. Maka deb qaytira oladi. Va lidalika waqa fihi al-miras bi-ittifaq. Idza mata wa hiya fi iddatin min talaqin raj'i. Shunga hamma olimlarning ittifoqi bilan taloq raj'i qilingan ahvolda er ya ayolning biri o'lib ketib qolsa, bir-biridan miras ilishdi. Undan keyin ashu erning amrida turib azod qilinib ketgan ayolga o'xshash demak. Va anna tantaqilu ila iddatil maut. Taloq raj'ida ikkisining biri o'lib ketdimi? Er o'lib ketdi deylarmi? Er o'lib ketdi bo'lsa, bu ayol miras oldi erdan. Ondan iddata hozir hayzlan iddat tutdi, g'achida nima o'zgardi? 4 ashhur va 10 degan eri o'lib ketgan ayolning iddatiga yetkildi dedi. فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة. Yani mushu iddatga munosabatlik ahkamlarni ikkiga bo'lgan. Birinchi qismi taloq bayinda qullikni o'rindaydi.
Evet. Racide ölüm orundaydı depti. Evet. Racide talakni aldıda ahkamın zavciyek alakadar da kipla. Çünkü bunu baş dedi. Direkt ayal erinin kolda turup talak kılmağa ahvalda azat bunu kesse. Kim talak kılınsa bu ayal hör ayalının iddetini tutudur. Çünkü hör halette talak kılındı. Hem de İmam Ebu Hanife aşının kıyas kıttı. Direkt halet talak kılınıp kim iddet tutatkan çağda hör olup kesse bu ayal kadaklıken xuddi aşı talak kılıngan aşı ayal hör halet talak kılıngandak yani erinin emridi turup azat kılınıp andın talak kılıngan okşaş ayalı okştup er-xutulluk davamlaşkandak bir ahval bu. Davankin er-xutulluk davamlaşıvatkan çağda azat kılınıp ketken ayalı okşaş demeye depti. Bayım raptas çoğun uçal okşamayda dep turaptı. Ahkamın üzülüşü üçüncü aşırıcının kürüşünün nümüsünden toktaydı. İddetini dışında. Toşkandakin aklınızda münasip olmaydı. Şuradan ilgiri boğandakin bu iddetin aşırıdaki vaktla. Erinin emrdeki çağda azat kılınıp ketken okşaş demek. Ya o eni kolda hazır. هذا والله أعلم بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك